Naqd 16 yil umrim ingliz tilini yaxshi o'rganish tizimini ishlab chiqishga ketgan. Hozir sizlar bilan eng ommalashgan maslahatlarga baho beramiz. Eng muhimi, bu maslahatlar speaking ko'nikmangizni rivojlantirishga yaqinlashtiradimi yo'qmi? Shuni ko'rib chiqamiz. So'zlarni tarjimasi bilan yodlab, ularni tarjima qilish. 10 dan 3 baho beraman, chunki tarjimasini eslab qolishingiz mumkin, lekin nutqingizda ishlata olmaysiz. Collocations yodlash. 10 dan 9, chunki siz tilni tayyor gap bo'linlarda yodlaysiz. Ya'ni gaplashayotganingizda birinchidan tabiiy gapirasiz, xato qilish ehtimolingiz kamayadi va sizga fikrlaringizni aniq yetkazish osonroq bo'ladi. Shadowing uslubi 10 dan 10. Talaffuzingizni, diksiyangizni, intonatsiyangizni rivojlantirasiz va ancha tabiiyroq gapirishni boshlaysiz. Ovoz chiqarib kitob o'qish. 10 dan 7 ball beraman. Ravonligingiz o'sadi va o'zingizga bo'lgan ishonchingiz kuchayadi. Jonli speaking practice albatta 10 dan 10. Aynan shu qismda sizni passiv bilimlaringiz faollashadi va siz o'rganganlaringizni nutqingizda ishlatishni o'rganasiz. Kun tartibini va undan qanday foydalanishni 3 kunlik bepul master-klassimda o'rgataman. Shuning uchun hoziroq izohlarda 5 raqamni qoldiring va dichkangizda tekshiring. Sizga yopiq dars kanali uchun havola yuboraman.